Savol. Assalomu alaykum ustoz. Birinchi. Bir ayol doktor yoki sestra o'zining kasbiy xizmat mas'uliyati sababli bemorlarni davolashga davom qilishning hukmi nima? Har qanday bemorni davolash mas'uliyatim bor. Uning ustiga bemorlarni pali kiyib tutqachqa hech qisi yo'q deyish kifoya qilamdi. Bu jarayonda ayol doktor ig'ir gunohkor hisoblanamdi. Ikkinchi. Ayol doktor doktorxona nizomi bo'yicha yubka kiyishdan cheklangan bo'lsa, uning o'rniga pushqi kengri ishdan va tizg'ich keladigan ko'ylak kiyib xizmat qilsa bo'lamdi. Buning hukmi nima? Buningga qarata qanday fikr berasiz? Uchinchi. Yuzini atgan ayol qo'lini pali kiyib etishi shartmi? Javob. Va alaykum assalom. Birinchi. Zaruriyat doirasidan hal qilmagan va bemor bilan xoli qilmagan asosda davomlashsa bo'ladi. Tanlash imkoniyati bo'lganda o'z jinsidagi bemorni tanlasa yaxshi, lekin gunoh emas. Ikkinchi. Kiyinish masalasida cheklama qo'yilgan doktorxonalarda ishlashga majbur bo'lganlar boshqa ish o'rni tepilg'ucha siz degandek ozodaroq kiyinib ishlab tursa bo'ladi. Uchinchi. Ko'pchilik olimlarning nazarida yuz bilan qo'l avrat emas. Yuzni avrat deb qaraganlar qo'lni avrat deydi. Shunga u qarashni tutganlar qo'lni pali kiyib yugurish kerak. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.